$999 mana shu Matizimizni berib yuboramiz. Xullas, mashinani olasizlar, maza qilib haydaysizlar. Mana mashina holati, hech qanaqa yolg'on yoki fake xabar yoki boshqa narsa emas. Bor narsani qo'yib beryapmiz. Oladigan odam ham tayin, sotadigan odam ham tayin bizada. Xo'p, mashina to'rtta oyoqda yaxshi baloni bor ekan, propan gazi bor ekan, maksimum anaqa sepib turadigan joylari bor. Salonlardan ko'rsataman. Salonlari yaxshi, yomon emas, yaxshi chexollar taqib qo'yilgan. Tablo 275 ming turibdi. Bu tablo o'ziniki emas, Nobodoga. Xo'p, laboyda treshini ko'rdim. Bitta oilam ro'zg'orni tebratadigan mashinalardan biri. Xo'p, bir dona shifta motorini qaratib olgansa taqillayotgan. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot, dokumentida gazga dokument bo'lgan ekan, lekin propan ekan tagida. Oyog'iga 4 ta qo'qon diska balon taqib qo'yibdilar. Maksimum ma'noda gullagan joyini ko'rdim. Qolgan joylari ishini ko'rmadim. Lekin yurib turgan mashina ekan mana. Ahvoli yaxshi yomon emas. $999 ga adashmasam. Yolg'on kanallarda ko'rishinglar mumkin, lekin bizda bilasizlar, yo'q narx bo'lishi mumkin, lekin bor narsa. Bosinglar. Ko'p gapirib o'tirib, sizni ham o'zimni ham vaqtim olmayman. Ekranda va Telegram kanalda kanalga o'tib nomer olib bemalol baraka qolishinglar mumkin. Bizda bilasizlar, prosta gap emas, haqiqatan ham nomiga yarasha yo'q narx kanali.